Assalomu alaykum barchaga. Bizda o'sha 5 etashkali domimizda mana qurilish ishlari ancha oldinga yurdi. Bu birinchi podyezdimiz. Ikkinchi podyezdimiz mana burchakda. Apalavkalar qo'yib bo'lindi. Ikki qator fbs blokdan keyin aviatsiya poyezd quyilyapti. Mana bu esa üçüncü podyezdimiz degan fbs bloklar qo'yib terib bo'lindi. 4-podyezimizda mana fbs blok terish ishlari davom etyapti. Ulardan ustida hammasida o'sha ikki qator fbs blokdan keyin aviatsiya poyezd qo'yiladi 20 santimetrlik. Fbs blokni montaj qilish ishlari davom etyapti. Xudo xohlasa 2-3 kun ichida hamma fbs bloklar montaj qilib bo'ladi. Fbs bloklarimiz hammasi kelyapti. Endi bitta fbs blokda montaj qilishda bir-biriga chok bosishi xuddi g'isht terilayotganda chok bosgan singari fbs blokda ham xuddi shunaqa chok bostirib montaj qilinsa, o'sha loyiha bo'yicha ham to'g'ri ketgan bo'ladi. Mana bu bo'sh qolgan joylarida mana fbs blok montaj qilinmagan, e'tibor bersalar, kolonna bilan kolonna orasi batlariga rigel quyiladi. Xudo xolasa qurilish davomida hammasini ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Ishlarimiz Xudo xohlasa hammasi joyida, normal holatda ketyapti. Ma'lumot uchun aytib qo'yamiz, biz kolonnalar uchun 350 marka beton quyamiz. Sababi rigel va kolonnalarga albatta 300 markadan kam bo'lmagan beton markasini ishlatish tavsiya qilinadi. Tayyor beton olamiz albatta. Chunki tayyor betonda hamma qo'shimchalar va kerakli mahsulotlar qo'shilgan bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va obuna albatta sizlardan chiqmasin. Hammalarga rahmat.